Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan kundalik hayotimizda deyarli ishlatadigan, deyarli har kuni duch keladigan HTTP, HTTPC shu kabilar haqida ilmimiz yetganicha, kuchimiz yetganicha bir sidra gaplashib chiqamiz. Xo'p, HTTP o'zi nima? U nima vazifani bajaradi? HTTP ning ma'nosi Hypertext Transfer Protocol. Ya'ni biror HTTP ning asosiy vazifasi bu browser klient, ya'ni user, men va serverni o'rtasini bog'lovchi vosita. Masalan, biz brauzerda Chrome brauzerida, masalan, hozir buni misolda ko'radigan bo'lsak, kundalik hayotimizda, masalan, men o'zim kundalik hayotimda LinkedInga bir marta kiraman. LinkedIn so'rovini yuboraman, request ketish jarayonida men LinkedIn deb qidirdim. Uning boshiga avtomatik HTTPC qo'shildi. Ya'ni men klient bo'lib serverga so'rov yuborishimni ta'minlash o'rtadagi vositachi bu HTTP protokoli. Protokol shu shartnoma, ya'ni men LinkedIn deb qidirdim, serverga mana shuni yetkazib berish shartnomasini HTTP amalga oshiradi, ijro etadi. Shartnoma tuziladi, buni ijro etuvchisi HTTP yoki HTTPC. HTTP va HTTPC ning o'rtasidagi asosiy farq bu ularning securities, ya'ni xavfsizlik jihati. HTTP bu ma'lumotlarni yashirmasdan ochiq-oydin. Masalan, biror bir username, masalan, mening ma'lumotlarim ketayotgan request agar HTTP da bo'lsa, mendagi parollar bor, mendagi username bor yoki yana boshqa danlilarim ochiq matn ostida ketishi mumkin, ketadi. HTTP da ketadigan bo'lsa, u hashlanib ketadi. Ya'ni o'sha password, mening parolim password bo'lsa yoki Otabek bo'lsa, u hashlangan holda, ya'ni ajibuchi raqamlar ostida berkilib ketadi. HTTP ning asosiy vazifasi shu: browser klienti va serverni o'rtasini bog'lovchi. Ya'ni biz hozir LinkedIn deb qidirdik. LinkedIn deb qidirganimizda serverga request ketdi, LinkedIn deb ketdi. Ana shu LinkedIn javobini, responsini, ya'ni javobini bizga qaytarib olib berish, meni server bilan bog'lash vazifasini o'tayapti. Xo'p, course allowed origins deb belgilanadi. Course o'zi nima vazifani bajaradi? Agar dasturlashdan xabaringiz bo'lsa, full stack dasturchilar, masalan, umuman olganda backendchini o'zi ham, masalan, mana shu holatga, mana shu kursga duch kelgan. Ya'ni bu nima? Agar biz full stack proyekt ko'tarsak, ya'ni front-end alohida, backend alohida proyekt ko'tarsak, ana shu ikkita proyektning qismini bir-biriga ulash, front-endni backendga, backendni frontga ulash bu course orqali amalga oshiriladi. Ya'ni soddaroq aytadigan bo'lsak, biz backend API chiqarish orqali frontga danlilar uzatamiz. Frontend bizga biror bir formani, masalan, post qiladigan bo'lsa, oddiy user forma, registratsiya user formasini tasavvur qilamiz. Username, parol va hokazo so'raydi. Ana shuni bizga jo'natish uchun backend frontendni tan olish kerak. Ya'ni frontend qaysi o'zi, masalan, bir vaqt o'zida 3 ta frontend proyektimiz run bo'lib tursa, backend qaysi biridan oladi deydigan bo'lsak, mana shu paytda bizda course yordamga keladi. Bu course o'sha backend proyekti ichiga yoziladi. Mana shu portga ega frontend proyektni so'rovlarini qabul qil degan ma'noda ishlaydi. Dance o'zi nima? Domain name system. Ya'ni masalan, biz boya LinkedIn deb so'rov berdik. Mana shu LinkedIn deb yozganimizda, aslida bu LinkedIn bizga